Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib endi bozorga keldim mana. Nosuv qollaring ertalab. Assalomu alaykum. Necha bo'ldi osaga mana? 18 million so'm so'rashayotgan ekan, ha? Ya, siz olganim yo'q, mana. Mana telefonam Samsung emas, bu yoq tarafga aylantirib oladigan. Samsungni shuna qarayman faqat. Bozor aslida necha pul qoldi aka? 15 million nasilaga necha olganiga mana tomosha qilinglar. Ay, qisqacha o'zim olamiz edi. Bozor sizlarga aka. Assalomu alaykum. Olganda ish bo'ldi, Osmon? 17 million so'm deyish olganiga mana tomoshabinlar, mana ko'rasizlar. Aylantirib olgan ham yaxshi lekin. Bozor aslida necha pul qoldi aka? Qisqacha o'sam olamiz edi. Qani meni. Assalomu alaykum. Necha pul osaga mana? 30 million so'm so'rashayotgan ekan. Tomoshabinlar. Oy. Sayyidir. Bozor aslida necha pul qildi aka o'zi? Assalomu alaykum. Aka necha bo'ldi Osmon? 16 million so'm so'rashayotgan ekan tomoshabinlar. Bitta aylantirib olsa keyin o'shanda boshqa dalnilar so'rashga bo'ladi-ku. Bozor aslida necha pul qildi aka o'zi? Assalomu alaykum. Necha pul oqsalami? 17 million so'm deyish olgan ekan. Tomoshabinlar. Anchus. Bozor aslida necha pul qildi aka? Orqaroqdan nima yana? Yaxshi. Bilmadim. Assalomu alaykum. Necha pul oqsagaman? 25 million so'm kami bor ekan, hurmatli tomoshabinlar, ko'rasizlar. Kallam baram ishlayapti. Bozor aslida necha pul qildi aka? 18 million so'm qilish olgan ekan. Men o'tib shug'ullanmayman, shaniga hamma narsasini bilmayman. Qo'y bo'yicha ham shug'ullanmayman masalan. Shug'ullansam yetarli.